Salom sizlar bilan bugungi videoda yana renderimiz. Bugungi video juda ajoyib bo'ladi. Bugungi videoda biz Fransiya va Ispaniya tarkibini yig'amiz. Do'stlar, bugungi videoda biz Fransiya va Ispaniya tarkibini yig'amiz. Yaxshilab ko'rib olinglar. Ko'p fransiyalik o'yinchilar bor. Fransiyalik o'yinchilar ko'pga qiziq emas deyotganlar uchun bizlar Fransiya va Ispaniya tarkibini yig'amiz. Har kuni video chiqadi. Shuning uchun aktivda bomba qilib turibdi. Fransiya va Ispaniya tarkibini yig'amiz biz. Eng statistika qo'yilgani nima qo'yaylik? Shuna qo'yamiz. Lekin biz uchun mana yaxshi. Do'stlar, biz mana shuni yig'amiz Fransiya tarkibi. Mana Fransiya futbolchilari ko'p. Hernandez, Toye, Olise, Konde, Dembele bor. Mbappeni bugun olamiz. Keyin Ispaniyadan Yamaldan Rodri bor. Shuni tarkibini yig'amiz biz. Do'stlar, bu video zerikarli bo'lmaydi. Shuning uchun ham qulayroq o'tira olinglar. Bugun biz Ispaniya va Fransiya tarkibini yig'amiz. Do'stlar, Fransiyaliklar nima yo'ling deydiganlar uchun video qilsang yaxshi bo'lardi deydiganlar uchun. Agar biz Fransiyaga yaxshi o'ynaydi, ham bu challenge uzun bo'lib ketadi ekan. Fransiya, Ispaniya tarkibi juda katta. Fransiya tarkibini shuncha ozroq yig'ib qo'ydim, yaxshi o'ynagani uchun. Tushundinglarmi do'stlar? Короче, challenge'imiz boshlandi. Mana, meni ekranim ko'ringlarmi? 2 da bor, lekin o'ynamayga qo'ydi. Mana, do'stlar, qamab qo'yganman bularni. Vitinhani qamaganman. Lekin olmaymiz Vitinhani. Carvajal, Rindrsga kerak emas. Martinezga ham kerak emas. Keyin do'stlar, biz butun boshli Fransiya, Ispaniya tarkibini yig'amiz. Bu qiyin bo'lib ketdi. Короче, mashhur eng zo'rlarini yig'amiz. Bitta reklama ko'rib chiqaylik do'stlar. Ruxsat bersalaring. Mbappeni olish kerak. Xayr. Reklamani ko'rib oldik. Endi buni o'ynaymiz. Buni o'ynamaymiz. Qilsa bizlar buni. Xullas yig'amiz. Shuning uchun ham bugungi videoda bir aktiv ko'taraylik. Aktiv bo'lib beringlar bu narsalar. Shovqinlar chiqsa e'tibor bermanglar. Undan ko'ra like va obunani bosib qo'yinglar. O'ynaymiz. Men o'zim o'tkazayman. Mana do'stlar, men yig'ib oldim. Mbappe'ga qo'yganman. There's no doubt he's one of the game. What a player, what an occasion. Here is Mbappe. Biz faqat Ispaniyaga olamiz. Agar biz Ispaniya bilan Fransiyani tarkibini yig'ganimiz bir bo'lsa, keyin Portugaliya bilan Argentina tarkibini tuzamiz. Portugaliyalik o'yinchilar ko'p, yana bitta sostav olamiz. Mbappeni qo'yamiz. Do'stlar, mana shunday sostav bor. Isiri Toyeni qo'yamiz. Mana Olise. Kasallar yani jarohat olgan. 1, 2, 3, 4, 5 3
1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6'da bizga Fransiyalik bu. Bu desayli Fransiyani eski jamoasiga o'ynagan. Deslar bu ideyani hamma qilyotibdi. Denis Shomurodov fam qilib Fransiyani yig'di. Biz esa Fransiya bilan Ispaniyaga yig'amiz. Shuning uchun birovdan o'qiladi mayli. Lekin bilan bosib qo'yinglar. Bugun yana bitta video chiqdi. Salibani ham sotib olaman. Salibani sotib olsam keyin dahshat bo'ladi. Men yana uni sotyapman. Ibrohima Kanatini. Adashib. Mana shuni yig'amiz do'stlar. İspaniyaliklarni ham yig'amiz chiqsa. İspaniyaliklar kam bo'lib qolgan. Deyarli full sostav bu уже. İspaniya va Fransiyaliklar. Yana bizga eng qizig'i Braziliyaliklar ham ko'p. Lekin Braziliya tarkibini yig'maymiz, chunki Braziliyaga Neymar yo'q. Asosiy yulduz bo'lmasa nima kerak? Mana shunday sostav bo'ldi. Fransiyaliklar kuchli bugun chop qo'yganman. Do'stlar, bugun video shunday tugadi. Bu videoga normal aktiv qilib bersanglar hammasi bo'lib ketadi. Короче, bu videoga biz 250 ta obunachi bo'lsak, keyin yangi qism chiqadi. Shunaqa Salibani sotib olib video chiqaraman. Video bir 20 ta video chiqdi Ispaniya va Fransiya shu haqida. Biz hozircha birinchi Fransiyani yig'ib olamiz, keyin Ispaniyani yig'amiz. Fransiyaliklardan kam qoldi. Do'stlar, unda xayr, bu videoga aktiv ko'rsatmaslar degan umiddaman. Chunki mana Fransiyani jamoasini mana do'yini full qilgan. Do'y qanday full bo'lgan? Do'y dahshat full bo'lgan, ha? Biz bu o'yinchani full qila olmaymiz, chunki bizga pochta yo'q. Chunki biz bir xilga o'xshab panat solmaymiz. Shunday o'xshaymiz. Iltimos do'stlar, zo'r aktiv ko'rsatsanglar. Keyin Ispaniya tarkibini yig'ib buguncha 1,000 obunachi bo'lsak, biz Portugaliyani yig'amiz. Portugaliyani. Unda xayr do'stlar. Anaqa yutqizib qo'ydim. Unda xayr do'stlar. Xayr, like va obuna bosib qo'yinglar. Xayr degan tugadigan emas. Xayr, endi xayr.